Okay, mana shunaqa qaddi baland yaxshi uy qarab o'tuvmidik. Ziloniy zonalari ham katta bo'lsin, shahardan sal chetroqda tinchroq joy bo'lsin deb o'tuvmidik. Topib qo'ydim bitta shunaqasini. Toshmi, Yoshlarinchi postdan где-то 500 metr kirganda joylashgan. Qarang, ziloniy zonani kattaligini qarang. Uyimizni qarang, go'zalligini, qaddi baland, tinch joyda. Shunaqa joy qidirayotganlarga tashab qo'yasizlar. Hozir ko'chalarni ko'rsataman. Qarang, ko'chalarning kengligini. Mana bular ham sotilsa zo'r qaddi baland uylar tushadi. Ko'chasi juda ham keng ekan. Fasadimizni ko'ryapsizlar. Archalarni ekib qo'yibdilar. Juda ham zo'r bo'lgan uyga kelganmizda 711 sotuv, 10 ta xona, 3 urinli qurilgan. Xo'sh, remont ishlari qolgan ekan, narxi ham shunga qarab chiqyapti. Ko'rib kuzatib turinglar, like bosinglardan chiqmasin. Narxi 200 ming dollar kelishadigan joyi bor, aloqaga chiqasizlar. Ichlarini ham hozir bir sidra ko'rib chiqamiz. Uyimiz 2012-yil yaxshi mahsulotlardan qurilgan ekan, pishgan zo'r qilib o'zlari uchun qurilganligi shundoq ko'rinib turibdi. Kirganimizda katta hol bizani kutib oladi. Birinchi qavatimiz xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Ikkinchi qavatga zina uyi ichidan bo'ladi. Ikkinchi qavat oppoq qilib shpakilovka qilib qo'yishgan ekan. Bu zal qismi xohlasanglar hammasini bitta asfalt qilib o'zingiz uchun to'g'irlab olsangiz bo'ladi. Bu yerda spalniyda joylashgan, hozir podolni shundoq birro ko'rsatib o'taman. Narxini aytdim, ulgurib qoladigan joyi. Podolga ikki tomonidan kirsanglar bo'ladi. 100% podol. Qurilishlarini mustahkamligini bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Ko'rib baho beringlar, bizga obuna bo'linglar, like, podpiska esinglardan chiqmasin.